Ayol kishi birinchi va oxirgi farzandini necha yoshda tug'ishi normal hisoblanadi? Bu savolga shunaqa javob bermoqchimanki, ayol kishini organizmi tayyor bo'lsa, e, hamma makro, mikroelementlari joyida bo'lsa, H sikli joyida bo'lsa, hech qanaqa yondosh kasalliklari bo'lmasa, xo'jayini spermogrammalari yaxshi bo'lsa, albatta 25 yoshdan 35 yoshgacha tug'ish yoshi optimal deb hisoblayman. Chunki, misol uchun yosh turmushga chiqsa ham qizlar organizmi tayyor bo'lmagan bo'lishi mumkin homiladorlikka va homiladorlik kechikishi mumkin yokida har xil gormonal buzilishlar bo'lishib keladi kelinlarimiz yosh. Shuning uchun 25 yoshdan 35 yoshgacha juda ham yaxshi. Chunki reproduktiv sistemamiz ham o'sha tuxumdon zaxiralarimiz ham juda ham yaxshi saqlanib turgan bo'ladi va homilador bo'lishga tezlashadi va ona bo'lishiga ham qiyinlashmaydi va eploliydi hamma narsani. Уже hamma narsa opiti ham bo'ladi. Misol kinesdan eshitadi. Ungacha qizlarimiz o'qiydi, krugozori keng bo'ladi, ko'proq qizlarimiz kitob o'qiydi. Agar 17, 18, 16 yoshga berib yuborsa, u qizimiz endi maktab bitirgan, hali hech narsa ko'rmagan, deylik, xabari bo'lmagan bo'ladi va esankirab ko'pincha uyaladi, vaqtida ovqat yemaydi, ichi qotishi mumkin. Gemoglobini tushib ketib, boshi aylanib, sistit bilan va hokazo juda ko'p muammolar bilan kelishadi va bu muammoni biz birgalikda yechamiz, tekshiruvlardan o'tkazamiz va bularni to'yintirib, organizmni hay siklini tushuntirib, qachon ovulyatsiya bo'ladi, nima qilish kerak va qanaqa intim gigiyenalarga rioya qilish kerak, bu qizlarimizga tushuntirishni boshlaymiz. Va deylik, menda shunaqa holat bo'lganki, 46 yoshda ham patsientlarim homilador bo'lgan. Alloh izni bilan meni sababchi qilishgan, o'zlari organizmlari bilan shug'ullanar ekanlar, hamma makro mikroelementlari joyida, ortiqcha tana vaznlari yo'q, hayzlari me'yorida keladi. O'zi 4 ta tuqqanlar, ikkinchi turmushga 42 yoshda chiqqanlar va o'sha birgalikda farzandimiz bo'lsin deb bular homilador bo'lishga rejalashtirishgan. Bular 2 marta homilador bo'lgan bu patsientga, lekin ikkalasi ham homila o'smay qolish bilan tugagan va med abort qilingan, abort qilib olib tashalgan. Va bular meni o'sha Instagram yoki eshitib, kimdirdan eshitib kelishgan. Oldimga kelishganda savol-javoblar qilib, sababi nimaga tushib qolgan bu homilani sababini topib, bularga bir qancha 6 oycha lecheniya qildim. Autoimmun kasalliklar aniqlandi. Bu yoshda juda ko'p uchraydi va autoimmun kasalliklari bilan biz davolandik, kurashdik. Alloh izni bilan meni sababchi qilib homilador bo'ldi va homiladorlikni o'stirish uchun mana shu 39-40 haftagacha biz o'sha autoimmun kasalliklarni tekshirib, har 10 kunda, kerak bo'lsa 15 kunda UZI qilib turib va kerak bo'lsa boshqa analizlar, tekshiruvlar qilib, qonlarini yuvib, plazmafarezlar qilib, o'g'ilni dunyoga keltirdilar. Mana haligacha kelib turishadi. 46 yoshlarida tuqqanlar, sog'lom bola, genetika ham tekshirtirganmiz, xo'jayinlarini ham tekshirtirganmiz, obdon bilan tayyorlaganmiz. Urug'ga borganlar, manda davolanganlar va nima muammolar bo'lsa shu 46 yoshda biz hal qilib, hammasini titrlarini pasaytirib, boshqa yondosh kasalliklari yo'qligiga amin bo'lib, homiladorlikka reja qilib tayyorlaganmiz va sog'lom dunyoga keltirishgan. Lekin mana oldingi zamonda ham 50 yoshda ham tug'ishgan. 50 yoshda unda ekologiya yaxshi bo'lgan, ayollarimiz vaqtida uxlashgan, gadjetlar, har xil telefonlar, har xil nima desam ekan, bitovoy texnikalar kam bo'lgan va albatta stresslar ham kam bo'lgan. Oldin muammolar kam bo'lib, ayollarimiz ko'p o'ylov bo'lmagan. O'shaning uchun hayz sikli ham uzoqroq kelgan, 50 yoshgacha va ko'p mashinalar kam bo'lgan va ayollarimiz ko'proq peshkom yurishgan, piyoda yurishgan, gipodinamiyasi kam bo'lmagan. Va shuni oqibatida bularda o'sha hayz sikli vaqtida kelib, tuxumdonlarning zaxirasi yaxshi saqlanib ishlashni boshlagan. 50 yoshda ham tug'ish mumkin, sog'lom. Bu albatta individual, odam organizmiga bog'liq. Lekin hozirgi kunda juda ham ko'p ekologiya buzilishi, zavodlar qurilishi, har xil binolar qurilishi va hozirgi kunda ishda juda stress, oilaviy stresslar natijasida zaxira ayollarda kamayib ketish va hayz siklini buzilishi, ortiqcha tananing oshib ketishi, semizlikka, insulinning baland bo'lishiga afsuski olib kelyapti. Shuning uchun hozirgi kunda optimal tug'ish davri 25 yoshdan 35 yoshgacha. Lekin bu 35 yoshdan keyin tug'ish kerak emas degan emas. Tug'ish kerak. Xohlagan paytda tug'ish mumkin. Agar sizda tuxumdon zaxirangiz yaxshi bo'lsa, saqlangan bo'lsa, xo'jayiningizni spermogrammasi aktivligi yaxshi bo'lsa, sog'lom bo'lsa, albatta 40 yoshda, 45 yoshda, 50 yoshda ham tug'ishingiz mumkin. Shuning uchun bu individual. Lekin
o'sha kitobda bizada o'qitishgan bo'yicha 25 yoshdan 35 yoshgacha deb aytamiz. Agar siz homilador bo'lmoqchi bo'lsangiz, 40 yoshingizda, 45 yoshingizda, 42 yoshingizda rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta ginekolog ko'rgiga kelib, endokrinolog tavsiyalari ham kerak bo'ladi. O'sha sizni bir qancha tekshiruvlardan o'tkazib, yondosh kasalliklaringizni bartaraf qilib, homiladorlikka rejalashtirishga yordam beramiz. Agar sizda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol ko'rigimga, qabulimga kelishinglar mumkin. Bu sizni homilador bo'lishingizga reja tuzib, Alloh izni bilan sababchi bo'lishga birgalikda harakat qilamiz.